Salom barchaga. Qishlog'imizga kelgandim. Yangilar arafasida. Shunga nima deydi, yoshligimiz o'tgan dalalarda bir esdalik uchun video qilib qo'ymoqchiman. Shuning uchun dalalarga qarab ketyapman. Bu taraflar tut qator derdik. Hozir ham qisman saqlanib qolgan tutlar. Bir paytlar juda ham ko'p bo'lardi. Shularning ichida demak qo'lmoy boqqardik. Keyin boqtirib qo'ydi, hozir menimcha bilmadim. Qator bo'lgan hozir. O'zi asli juda ham nima deydi, katta bo'lgan nimasi. Yer hajmi, lekin u taraflari chek qilib berib yuborilgan. Odamlar уже chiqib mahalla bo'lib ketdi u taraflari. Demak mana shu mahalla ham yo'q bo'lgan biz yoshligimizda, endi 2010-yilgacha bo'lgan davlat aytyapman. Ya'ni bu dala bo'lgan. O'rni hozir nima ekilar, paxta ekilardi, bug'doy ekilardi, makka. Hozir yarmi qismi demak berib yuborilgan. Xo'p, ikkita ko'cha tushgan ekan bu yerda. Ko'cha tushgan, ya'ni o'zi asfaltlashtirildi mana. Mahallamiz to'liq asfaltlashtirilgan. Rahmat, buning uchun hukumatimizga rahmat aytamiz. Demak, yugurib yelib shu asfaltlashtirishni tashkillashtirgan demak MFAga minnatdormiz, chunki hamma biladi, mana chopqiliq desa, bir 2 yil oldin taksichilar derdi-da, kirmasdi. Hozir bemalol har bitta ko'cha to'liq asfaltlashtirilgan. Bu taraflar endi biz mol boqib, qo'y boqib katta bo'lgan dalalar. Mana bu ham bir nima deydi, esdalik uchun-da. Mahallamiz. Shu to'g'riga qarab yuraveramiz. Yilgacha, mana 92-yil bo'lsam, 2010-yilgacha demak aqlim tanigandan beri shu dalaga kelib mol boqqanmiz, qo'y boqqanmiz. To'g'ri, menda biznikida unaqa ko'p qo'y mol bo'lmagan-ku, endi deyarli hamma xonadonda bo'lsa bitta, ikkitadan bo'lardi. Deyarli hamma xonadonda bo'lardi o'sha paytda. Dalalar endi keng bo'lgan. Bemalol masalan shu yo'llarda masalan aylantirib boqib yurardik. Hozir endi qisqarib ketdi. Shu biz mol boqib yurgan dalalar o'zi ko'pi. Demak shu mana shu tomonda ko'pi demak aholiga tomorqa qilib berib yuborildi. Ko'chib chiqib o'sha taraflar mahalla bo'lib ketibdi. Baribir yoshlikni eslash boshqada, esdalik uchun. Tamam. Mana batlar ham ajoyib bo'lib. Tut qator bo'lgan endi batlar. Hozir ham tut qator bor ekan qisman. Albatta. Demak, yovvoyi jidalar o'sib, mana ajoyib. Nima desa bo'ladi, kino oladigan joy bo'lib qolibdi, o'rmonga o'xshab. Biz qishlog'imiz. Chopqiliq qishloq. Xo'p, aniq esimda, mana shularda ham yoshligimizda mana shu cho'malar deydi. Ya'ni kichkinaligimizda-da. 2-3 sinfligimizda hatto suv ko'p bo'lardi o'sha payt. Cho'milganmiz. Kichkina baliq tutardik.
baliqni nima derdi? Gamboz baliq derdi ona ishlarda. Hozir endi cho'milmay qo'ygan hozir. Cho'milsa demay nima deydi? Soyga borishyapti hozir yosh bolalar. Bu yerda endi kichkinaligimizda cho'milganmiz xolos. Undan keyin kattaroq bo'lganimizda 4-5-sinfligimizda уже to'g'rida Fayzovod degan joy bor. Hamma o'sha yoqqa borardi cho'milgan. Va ko'prik bo'lgan. Oldin ko'prik bo'lmasdi bu yerda. Mana shu zakan. Demak, shu zakan to'g'ri yoqqa qarab o'tgan edi mana. Ko'prik yo'q edi biz, demak, nima deydi? Bitta truba, katta truba bo'lardi. Mana mashta truba bo'lardi. Bog'lab turgan ikkita yerda bog'lab turgan. O'shandan o'tardik, mol qo'ylarimiz pastdan o'tardi. Keyin demak, bu yerga ko'prik qo'yibdi. Yaxshi. G'o'zapaylarni baylab qo'yishdi. Bu jo'maramatda qo'ylarni boqishyapti ekan bu yerda. To'g'riga boraverikchi. Teralar bo'lmasdi lekin hatto zakanni bo'ylarida. Qo'yil lekin. Teralar ekib hozir nima dedi bu fermer uchun endi qo'shimcha daromadda. Oldin shu narsa aqliga kelmaganmi nima deyman yoki odamlarda masalan tera ekishi mana bo'sh joylarda. Yoki u paytda tera moda bo'lmaganmi, pul bo'lmaganmi? Uncha ekilmasdi. Hozir mana har bitta karta chekkasida tera. Nima endi yer sug'organda teralar ham suv ichadi. Shu bahona katta bo'lib qoladi. 6-7 yilda yetiladi-da, endi bemalol yaxshi pulga sotadigan bo'lib, yaxshigina daromad. Bitta voqea aytish esdan chiqib qoldi. Qatorda. Endi kichkina bo'lganmiz endi. O'sha bo'lsa 2-sinfman, 3-sinfman. Aniq esimda bor. Qovun ekishardi-da, o'sha oralig'iga, tutlar oralig'iga. O'shanda cho'milgani bu yoqqa Fayzovod degan joyga borardik. Qaytib turib shu o'g'illik qilganmiz-da, qovun o'g'laganmiz. Ishab olgan egasi rosa urgan. O'sha mana Xudoga shukr hech qanaqa narsa nima deydi, o'g'irlamaganmiz ham. O'sha narsa qandaydir bizga tarbiyaviy soat bo'lganda. Lekin yetib olganda, endi kichkina bo'lganmiz-ku. Yetib olgan, urgan. O'sha narsa bo'lish kerak ekanda, ya'ni yoshlikda masalan bola baribir o'g'irlik qiladi, boshqa qiladi, qing'ir bo'ladi. Shunda qandaydir bir sabab bo'lib shu narsadan qaytarish kerak ekan. O'sha narsa sabab bo'lgan deb o'ylayman. Xudoga shukr. Undan keyin hech narsa o'g'irlamaganmiz ham. Mana undan keyin ham masalan mol qo'y boqib yurgan bo'lsak, o'sha voqeadan keyin ham 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi, 8-chi, 9-sinflar, 10-sinfgacha hech narsa qovun yoki to'g'risi narsa o'g'irlamaganmiz. Qovun to'g'risi ko'p ekilardi paytda. Nima qopab kelardik biz, mol boqib. Chetlarda mana mollarimiz qo'yib yuborib, mana chekkalarda masalan, zakan bo'ylarida. Qopab kelardik. Qovun toshirdik. Qovun uzishganda qovun toshirdik, to'g'ris toshirdik, molimizni qo'yib yuborib. O'shanga qovun berardi, to'g'ris berardi. Shunga xursand bo'lib, ham mol boqib, ham uyga qovun to'g'ris olib borib, shunday qilib yoshligimiz o'tganda. To'g'risi anchadan beri batlay kelganim yo'q edi. Bir marta kelganman. Shu ilmiy izlanish qilib o'simligimni qidirib shaharlardan qidirganman, batlardan topa olmaganman. Markaziy Farg'ona cho'llaridan topganman uni. Shuna qilib nima deydi?
o'shanda kelgandim. O'sha bo'yi mana endi kelyapman. Unga ham 2 yildan oshdi shekilli bu yo'llarga. Esdalik xotira. Mana chetda nima bor mana? Nima deymiz? Semendan yasalgan nima deydi? Hozir esimdan chiqib qoldi to'g'risi. Xullas, hozir turba qilib qo'yibdi matka mana. Mana mashinasi, mashina olgan ekan. Latok. Qisman qopdi mana. Latok. Hozir bitta turba qilib yuborgan. Chetda latok bo'lardi mana. O'sha olib tashlabdi-ku. Cho'milardik mana. Menimcha bu paytda kengroq edi ham bu ariq. Mana shunday latoy bo'lgan. Shetda. Demak, unadan bu yoqdan boshlab o'tirib oqardik latoyda. Mana shunday ana uzun edi. O'tirib oqardik. Shunaqa o'tgan. Yoshlikda to'g'risi. Eslar boshqacha bo'lyapman to'g'risi. O'sha paytlar. Bu yoqlar chek bo'lib ketgan. Ancha oldin chek bo'lib ketgan. Chek bo'lmasdan oldin paxta shunaqa ekilardi. Bu yoqda ham mol qo'yib boqardik. Bu yoq endi mana haqiqiy o'sha paytda qana bo'lsa o'shanda yerlar. Shillatda cho'milardik. Bir marta esimda bor. Dadam soat olib bergandi qo'limga-da. Molni endi shomgacha boqib qaytardik-ku, o'shanda cho'milib chetga qo'yib qo'ygan ekanman, soatim qolib ketgan ekan. Mana shu latoyda, hech kim tegmabdi. Kechasi keyin dadam bilan kelib soatimni olib ketganmiz. Hech kim tegmagan ekan. Qo'y. Yo'qdan yurmadim. Bu tomondan yurishga qaror qildim. Sababi yo'llar endi nima deydi, eski holini yo'qotgan. Bu yoq endi o'sha oldin qanday bo'lsa shundayligicha qolganda. Bu yo'llar endi yo'l bo'lib ketgan. Chek berilib odamlar. Shuning uchun shu yoqdan yuryapman endi. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Chetlarda mana zakam bo'ylariga odamni tera ekib maqtashyapti. Ana shu zakam. Yaxshi, bu yog'i Payzavodga. Dalish ketdi, o'sha Payzavodga borib. Payzavodga borib videoga olib esdalikka olib qo'ymasam bo'lmaydi. Sababi mahallada 2000-yildan oldin tug'ilganlardi. 2000-yillarni bilmadim. 2000-yildan oldin tug'ilganlarni hammasini bolaligi o'sha Payzavodda o'tgan. Bizning mahallamiz. Qo'shni mahalla. Endi bundan tashqari biz endi qo'shni mahallada Dukur degan joy bo'lardi. Mana shu Payzavod borib, o'sha yerdan dalchi borib, u yoqda kanal tagidan o'tadi. Hatto Dukur degan joyimiz bo'ladi. Mana hamma biladi kim. Nima qilsa, atga borib ham cho'milardik. Hatto endi qo'shni mahallada, Choynobod mahallasida. Demak, biz ko'proq endi ba'da mol qo'yib boqqanimiz uchun Payzavod cho'milardik. Qo'y. Hatcha loy ekan endi. Bismillah. Qiziqarli fakt. Shaka to'g'risi uni kichkinaligimizda, undan keyin kelishmay qo'ygan qizlar ham kelib cho'milardi Payzavodga. Nechinchi yil endi? 2001-2002-yillar aytyapman-da. Unga 20 yil oshib ketdi. Qoylik. Tak, zakanni bir videoga olib qo'ydik. Yaxshi, bismillahirrohmanirrohim. Ho'p.
Mana mol qo'y boq katta bo'lgan yerlar. Chetlarda hozir ham kimlardir boqyapti, lekin umuman olganda hozir aholida jonboshi juda ham kamayib ketgan. Endi bu narsani har xil talqin qilsa bo'ladi. Loy ekan orasi. Xo'p. Birinchisi demak, aholini turmush tarzi ancha yaxshilangan deb o'ylayman. Sababi ko'pchilik Rossiyaga borib ishlar boshqa qilib. Mol qo'y endi qo'shimcha bu paytda endi daromad manbai, asosiy daromad manbalaridan bittasi bo'lgan endi. Hammada bo'lgan, to'g'risi. Bitta va ikkita bo'lsa ham, sut qilgan, sutdan qaymoq olgan, sutini sotgan, mahallaga sut olgan kelardi. Qaymog'ini sotgan yoki biz yerdik, bolachalar yerdi. Bitta sabablardan kamayib ketgan sabablardan bittasi shu, aholini turmush darajasi juda ham hozir yaxshilangan deb o'ylayman. O'sha 2000-yillarga solishtirganda. Xo'p. Ikkinchi sabab endi dala yerlar kamayib ketganligi boqish uchun. Bu paytlari xo'p, biz aytardik, jala bo'lardi derdik. Ya'ni bug'doyni o'rgandan keyin yoki bo'lmasam paxtalar 3-terim tugagandan keyin jala deyilardi. Ya'ni hamma mol qo'yni olib chiqib o'sha yerda boqardi. Fermer ham bir o'yindamasdi. Ko'saklarni yerda paxta dalani ichiga qo'yib yorib mol qo'ynida shuna bo'lardi. Mana o'sha Fayzovatga keldik. Ana o'ng tomondan sekin o'tamiz, boqamiz. Hozir endi qisqarib ketgan, kichkina bo'lib ketgan bo'lsa kerak. Bir kelganimda ham kichkina edi. Mana shu ko'lmak bo'lib suv to'planib turibdi. Chetlarda ham suv bo'lganda cho'miladigan joy bo'lgan maslar. Ichkariga shunday kirgan, suv to'planib, yoqqa qarab yurgan. U paytda suv ko'p oqardi rosa ham. Cho'miladigan joy. Zavod yoshligimiz o'tgan joy. Aytaman, 2000-yillardan oldin mana Cho'qqili qishlog'imizni 2000-yillardan oldin hamma biladi. Hatto baliq tutardik. Mana chetlarda baliqlar tutardik rosa. Karis baliqlar ko'p bo'lardi. Karats uzr. Mana shu yerda baliq tutardik. U paytda chuqur bo'lgan, hozir sayoz. Va keng bo'lgan. O'sha ham keng edi bas. O'sha Fayzobod. Keng bo'lishining sababi mana hatto tol bo'lardi. Ana teraydi o'rnida. Tol ustidan sakrab demak cho'milardida, keng bo'lganda. Yo'q ham keng bo'lgan, shu nimagacha bo'lganda, bunaqa do'mpaslik bo'lmagan, pastga tushgan. Keyin hatto semenlar bo'lgan. O'sha semenlarni hozir ko'rgan bo'lsanglar, mana olib tashlagan. Semenlarni hatto olib tashlagan. Semen bo'lgan. Shu semenga to'plangan suv shuning uchun qandaydir shet bir cho'miladigan joy bo'lib qolgan. Qo'y lekin. Mana bu. Tutlar bo'lardi. Hozir ham bormi-ki? Menimcha yo'q, terak tashab tutlar yo'qolib ketibdi. Balki qolgandir. U tomonda o'sha mayda maktab tugashiga yo'q kelardik. Cho'milgani o'shanda tutlar rosa pishgan bo'lardi. Suzib o'tib yoqqada. Demak, o'sha tutlardan yerda yarasi. Ham mol boqardik, ham cho'milardik. Nariroqda gideta bir 200 metr yoqda Shova degan joy bo'lardi. Uje biz paytimizda uje cho'milma qo'yishgan ekan. Bizdan oldingi kattalar o'sha yerda cho'milishgan ekan, o'zi Shovada. Baland bo'lgan ekanda. Mana. Odil Hojini shifoni zodi. Fayzobod. Ana seminlar olib tashlagan ekan, bismillah. Mana o'rtoqlar.
ko'pchilik anchadan beri sinfdoshlarim kelmagan bo'lsa kerak. O'sha biz katta bo'lgan joy, cho'milib katta bo'lgan joy payzavod shunaqa holatda hozir. Yo'q. Kichkinagina. Balki biz ko'zimizga katta ko'ringan, yo'q, lekin katta bo'lgan rostdan ham. Katta bo'lgan, bunaqa kichkina bo'lmagan. Ana o'sha joy. İşte teralar o'rnida tol bo'lgan katta. Tolning ustiga chiqib, sakrab, kalla tashlab cho'milardik. Matlar ham keng bo'lganda, mana mashetlar juda ham keng bo'lgan. Mashetlar keng bo'lgan. Bu yoqqa suzib o'tardi bu tomonga-da. Mahalladoshlar, kim endi anchadan beri kelmagan bo'lsa, sizlar uchun maxsus esdalik. Mayli. Endi suv yaxshi ekan hozir. Keyinroq endi xudo xolasa baliq tutgan kelamiz. Bilmadim endi baliq bormi? Bor-u, lekin unaqa oldingidaqa ko'p emas. Shunaqa bolali o'tgan yerlar. Demak, mayli barchaga bir eski ov oldim yoshligimni. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Ko'rishguncha.